C88 Leica. Xo'sh, qarang, shtativni olamiz. Triggerni shtativga o'rnatamiz. C88 Leica. Bu rover, bunisi esa baza. Antennani qo'yamiz. Rekani olamiz. Roverni rekaga roverni o'rnatamiz. Roverni antennasini qo'yamiz. Roverni yoqamiz. Rover yondi. Kontrollerni roverga qotiramiz. Rekaga qotirib bo'lgandan keyin kontrollerni yoqamiz. Kontrollerni yoqib bo'ldik. Bazani o'zini tegishli joyiga o'rnatamiz. Mana bazani o'ziga tegishli joyi. Bazani o'rnatishni birinchi usuli. Bu yerda akulyar bor, bu yerdan qaraladi. Bu ko'rinadi. Buni to'g'rilagandan keyin ikkinchi navbat urevinni to'g'rilashga. Urevinni albatta oyoq bilan to'g'rilaymiz. Shunda akulardan armatura qochib ketmaydi. Armatura to'g'ri turibdi. Urevin to'g'ri turibdi. Baza yonib va rover kontroller. Hammasini bir-biriga bog'laymiz. Ishimizni boshlaymiz. Xo'sh, rover kontrollerga qanday bog'lanadi? Baza, rover ikkalasi bitta bo'lib kontrolga bog'lash kerak. Keyingi navbatimiz paxtakor degan papka tanlanadi. Menu bazaga kiriladi. Sputnik yo'qoldi, chunki bazaga ulanish kerak. Bu roverga ulangan turuvdi. Xo'sh, mana Sputnikning zagruzkasi aylanyapti. Sputnik topildi, 32 ta Sputnik. Установка на база. На известной точке. Bizning nuqtamiz aniq. Kiriladi. Xo'sh, baza balandligi bizga muhim emas. Atmetka bilan ishlamayman. Bu joyning nomi baza 720. Dalcha. Va roverga qaytamiz. Bazadan chiqdi. Endi roverga ulanadi va baza, rover ikkalasi ham bitta bo'lib kontrollerga ulanadi. Xatoliklarni ko'rsatyapti. Endi biz ovoz surishimiz kerak. Paxtakor ost degan papkaga kiriladi. O'tiladi va razbivka. Razbivkaga kiramiz. Tepada xatolik ko'rsatyapti 5 mm, 8 mm. Ana endi turgan joyimizni geolokatsiyasi. Xo'sh, 11+60 bizdan 4 metr orqada. Tekshiramiz. Kompensator nakloni включен. Xo'sh, befarasatlar changitib kelyapti. Xo'sh, yo'lning osi. Biz o'zimizga kerakli bo'lgan osga borib endi osurishni boshlaymiz. Xo'sh, GPS ni obyektga olib kelib oldik. Bularni hozir tekshirib chiqamiz. Bundan oldin qoziq urib berilgan edi bu yerga. Ya'ni 6 metrga qoziq urib berilgan edi. Qadashda ishlangan paytda. Endi bo'lsa buni vramnishi ichkariga kirgizdik. 6 metrga urilgan edi mana bu tomonda. Keyin qoziqlarni bolalar 6 metrdan 2 metr ichkariga ko'chirib chiqqan o'zlari. Shuni tekshiramiz hozir. Agar 0 ga ko'chirgan bo'lsa yaxshi turaveradi. Shag'al ishlar to'kilish bo'lyapti hozir bu yerda. Keyin ustidan sement to'kib CTB olishni boshlaymiz. Yangi texnologiya, recycler bilan. Xo'sh, mana bu yerda aka hozir shag'al to'ktiryapti. Bu yerda akaga joyini aniqlab berdik. Qozoqlarni 0 ga keltirib taxlab olishimiz kerak. 4 metr ostdan beketaj bo'yicha bo'lsa 17 + 60.